Menga birinchi marta sovg'a keldi. Kelinglar, sizlar bilan birga ko'ramiz. Ro'za Ramazon oyining birinchi kunida qo'limga keldi. Bu mana shu hadya yetib keldi menga. Shu kungacha hali birorta blogerdan yoki kosmetik firmalardan bunaqa sovg'a olmaganman. Shu kunlarda ishlarim juda ham ko'p bo'lib, ozgina energiyam tushib qolgan edi. Sabinkim kosmetikning hadyalari meni energiyamni, ruhimni ko'tarib yubordi. Menga shunchaki hadya jo'natgan, hech qanaqa obzor so'ramaganlar. Lekin imенно mana shu produktlarni albatta olib ishlatib ko'rishinglarni chin ko'nglimdan tavsiya qilardim. Tana uchun body scrub va kremlarini liniyasini ishlatib ko'rdim, juda ham zo'r edi va mana shu parfyum ham alohida yuragimdan joy oldi. Bir xil hiddan zerikkanlar, yangi parfyum izlab yurganlar uchun juda ham zo'r nabor ekan. Qishdan bahorga o'tishda yuzlar quruqlashib, juda ham ko'p problemalar bo'ladi. O'shalar uchun eng zo'r yordam beradigan nabor liniya menga juda ham yoqdi va shunaqa kushon pudrani ham ishlatib ko'rdim va buni albatta kattasidan ham bitta olishga qaror qildim. Va sovg'alarimiz qatorida shunaqa yuz uchun jemchukli maskalar ham bor edi. Yuzimga juda ham yaxshi tushdi. Shu joyda foydali ma'lumot aytaman. Bir oydan beri mana shu kollagenlarni ichyapman. Foydali, mazali va ta'sirini sezasizlar. Bungacha foydalanib ko'rgan eng yaxshi kollagenim deya olaman. Ko'ngilni behuzur qilmaydi, homiladorlar uchun ham, emiziklilar uchun ham birdek to'g'ri keladigan kollagen. Men buni ham doim Sabinkim Cosmetics'dan olardim. Hadya uchun Sabinkim Cosmetics'ga yana bir bor rahmat.